bolalarda yurak perkussiyasi. Yurakning nisbiy chegaralarini aniqlash. Birinchi qadam. Bola turgan yoki orqasiga yotqizilgan holatda yurakning chegaralari aniqlanadi. Ikkinchi qadam. Yuqori chegarani aniqlash. Chap parasternal chiziq bo'ylab o'mrovni birinchi qovurg'a deb hisoblanadi va pastga qarab bo'g'iq tovush hosil bo'lguncha perkussiya qilinadi. O'ng chegarani aniqlash. Avval o'rta o'mrov chizig'ida jigarning to'mtoq tovushigacha perkussiya qilinadi. Keyin bir qovurg'a yuqoriga ko'tariladi va qovurg'aga perpendikulyar ravishda toshga qarab bo'g'iq tovush hosil qilguncha perkussiya qilinadi. To'rtinchi qadam. Chap chegarani aniqlash. Oldin yurak cho'qqi turtkisi aniqlanadi. Chap oldi qo'ltiq osti liniyasidan yurak cho'qqisi tomon perkussiya amalga oshiriladi. Beshinchi qadam. Yurak konfiguratsiyasi yurak nisbiy to'mtoqlik chegaralarini birlashtirish natijasida aniqlanadi. Normada chap tomirlar tutami va chap qorincha oralig'iga o'tmas burchak hosil qilib joylashadi.